tadbirkorlar. Biz Agrobank Andijon filialida PK 312 qaroriga asosan tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida 100 million so'mgacha sug'urta garov evaziga kredit olish imkoniyati bor. Bunda belgilangan tartiblari muddati 5 yilga beriladi. Imtiyoz davri 2 yil, ayollarga 20%, erkak tadbirkorlarga 22% dan beriladi. Endi yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham yangi dasturimiz ishlab chiqilgan PK 60 bo'yicha. Bunda muddati 5 yilga beriladi. Imtiyozli davri 1 yil. Foiz imtiyozli davrining o'zida ham foiz imtiyoz davri bor. Unda 1 yil imtiyozli davrida 3 oy foiz to'lamaydi, yangi yosh tadbirkor. Foizi ham imtiyozli. Qolgan 9 oy foizini to'lab boradi, qolgan 4 yil keyin ta'minni bo'lib to'lash sharti bilan belgilanadi. Endi u kimlarga bo'ladi? Aynan shu yangi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan, yosh tadbirkor o'qish tugatgan, student bitirgan, yangi tadbirkorlik qilaman, shu bo'yicha ishlash qilmoqchi bo'lganlarga ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha ko'proq shu yo'nalishimiz ochiq hozirda.